Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari Abduqodir Husanovning maydonga qaytishini kutishmoqda. Avvaliga yengil darajada ekani aytilgan jarohatning tuzalishi biroz cho'zildi. Josep Guardiola o'zbek futbolchisi atiga 3 ta uchrashuvni o'tkazib yuborishini aytgandi. Biroq 5-oktyabrga qadar maydonga qaytishi kutilgan Abduqodir 2 hafta davom etgan xalqaro tanaffusni ham o'tkazib yuborishiga to'g'ri keldi. Manchester City 18-oktyabr kuni Everton bilan bo'ladigan uchrashuvdan oldin Rodri va Abduqodir Husanovning jismoniy holati bo'yicha muhim xabarlarni oldi. Unga ko'ra har ikki yetakchi o'yinchining bo'lajak bahsida ishtirok etishi katta so'roq ostida turibdi. Shaharliklar xalqaro tanaffusdan keyin Guardiola hamkasbi David Moyes jamoasiga qarshi bo'ladigan uchrashuvga tayyorgarlik jarayonida yana muammolarga duch keldi. Rodri va Husanovning jamoaga yordam bera olmayotgani Guardiola rejalariga jiddiy zarba bo'lmoqda. Rodrining yo'qligi Manchester Cityning maydon markazidagi barqarorligiga putur yetkazyapti. Ayniqsa bu jamoaning to'pni nazorat qilishdagi ustunligiga zarba bo'lyapti. Abduqodir Husanov ham jarohatlari tufayli bu mavsumda ko'p vaqtini davolashga sarflayapti. Yil boshida jamoaga qo'shilgan o'zbek futbolchisi mukammal o'yini va tez moslashuvchanligi bilan murabbiylar shtabi ishonchini oqlab kelayotgan edi. Bo'lajak o'yin oldidan 21 yoshli himoyachi ham optimal sport formasini tiklashga ulgurmadi. Mail sport jurnalisti Jek Goganning ta'kidlashicha, Rodri va Abduqodir Husanov Manchester Cityning xalqaro tanaffusdan keyin ilk umumiy guruh mashg'ulotlariga ishtirok etmagan. Murabbiylar shtabi Abduqodir sport formasini tiklashi bilan o'ng qanot va markaziy himoyachi sifatida har ikki pozitsiya o'yinchisi sifatida asosiy tarkibga kirish uchun raqobatga kirishini kutmoqda. Agar klub tibbiy xizmati vakillari tomonidan Rodri va Husanovning Everton bilan bo'ladigan uchrashuvda ishtirok eta olmasligi tasdiqlansa, Josep Guardiola taktik sxemalarni yangilagan holda tarkibda yana o'zgarishlar qilishga to'g'ri keladi, deb yozmoqda City Extra Go sayti jurnalisti Peter Pay.